Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshimisizlar? Hammaga xayrli kech. Xo'p, mana bugun g'alladagi begona o'tlar uchun ikki xil juda yaxshi dorilarimiz kelgan. Shunga bir qisqacha tushuntirib o'tamiz. 1 yillik boshoqli begona o'tlar uchun Bogsial dorimiz kelgan. Xitoy davlati ishlab chiqarilgan. Sarf me'yori gektarga 750 dan 1 litr 300 gacha. O'tlarni o'sgan nimasiga qarab, holatiga qarab ishlatiladi. O'rtacha 1 litr normalasi bor. Ikkinchi dorimiz Starlit Press. 1 yillik va ko'p yillik boshoqli begona o'tlar uchun bu. Sarf me'yori bug'doy uchun 500 dan 600 grammgacha. Bu ham juda samarali, effekt yaxshi beryapti, sinovdan o'tgan, xudo xolasa. Fermer akalarimiz uchun taklif qilib qolamiz. Pastda nomerlar qoldiramiz. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Kim shunaqa tanish fermer akalar bo'lsa, jo'natib qo'yamiz videoni. Hammaga rahmat.